Qayerdasiz? Ya uydaman ke Behruz. Odam yuragini chiqarib yubording, vahima qilib kelasanmi? Endi yosh o'tgandan keyin charchamadingizmi? Ha, Tuzukmisiz? charchash yo'q, ke o'tir. Yaxshimikan, yo'qmikan deb xotirda kiraman-da baribir. Ha. Ayting. Tinchlik omonligini bersan, Allohu akbar. Endi bugun haligi mahallani gapi siznikida, xabaringiz bor? Keyin nasib qilsa, to'ppiday qilib qo'y go'shiga, chiroyli qilib osh chiqib berar ekanda, Yo'q. Ha. Kenayin uyda yo'q. Qilib bera olmaydi. Tinchlikmi? Ota-onasi o'lib ketgandi shekilli. Ota-onasi o'lib ketgan. Qayerda bo'lmasa? Bilmayman, 15 kundan beri yo'q ekan. 15 kun bo'ldi ya. Tinchlikmikan? Topolmayman. Militsiyaga aytdingizmi? Militsiyani nima qilasan, aralashtirib bu narsaga? Qara, erta bahor keldimi? Ha. Erta bahorda dala yudashtada ish qizg'in boshlanadi, to'g'rimi? To'g'ri. Traktorda borib yerni haydayman, ekinni ekaman, u qilaman, bu qilaman. Dadasi, iltimos, ovqat, vaqot yeng. Dadasi, mana ovqat yeng. Dadasi, mana bu ovqat yeng deb hali qazi, hali qarta, hali qo'y go'shiga osh qilib beradimi deysanmi? Galbuslar qilib beradi, vaqot ovqatlar qilib beradi. Ha. Shu obedgacha borganimda Kenayin sog'inib qoladigan bo'lib qoldim-da. Shu Kenayin sog'inib qolganimni og'aynimga aytsam, u menga maslahat berib o'tiribdi. Qanaqa maslahat? Qanaqa bo'ladi? Mana shunaqa vaqot ovqat yeganimdan shu obedga borganda xotinimni sog'inib qolyapman desam, menga nima dedi degan? Nima dedi? Sizni shu bitta miltiq oling dedi. Ha. Shu Kenoyni sog'ingan paytingizda paq osmonga otsangiz, Kenoy nima bo'ldi ekan yugurib keladi. Keyin Yugurib kelgandan keyin bemalol keyin vaziyatdan chiqasiz dedi. Xo'p. O'sha ishni yozdim bilan qildim-da, mana bahor, yoz o'tdi, mana endi miltiqni paqillashi Kenoyga signal bo'lib qoldi. Shu paq desa yugurib keladigan bo'lib qoldi. Eng yomon nima bilasanmi? Ha. Yig'in ekin tekinlar hammasini yig'ishtirib oldik. Mana endi kuz payti keldi. Kuzda shu ov mavsumi ochiladi-yu. Shu hamma joyda ovchilar chiqib miltiq otyapti-da. Hali yoqdan otadi, hali bu yoqdan otadi, hali yoqdan otadi. Shu Kenoy shu miltiqning ovozini eshitib, shu ketib qolyapti o'xshaydi, 15 kundan beri yo'qda. Ha, demak paqillatishyapti ekanda har kuni. Nimani? Kim? Miltiqni paqillatishyapti ekan deyman. Ha. Ana, bu yoqdan ovoz chiqdi. Osh yeysanmi? Yeyman. Yur, Kenoyni topib kelamiz. Tez bo'l.